No, bezovta qilmadi deyish mumkin. Miqdori kichkina bo'lsa va u qoldiq qolib ketsa, nega u polip deyapti bo'lmasa. Ana o'sha kichkinagina qolib ketgan qoldiq kichkinagina bo'ladi, polipga aylanib yotaveradi endometriyning ichida. Doppler qilgan payti mana shu joyga sasut kirmaslik kerak, u yoqqa qon tomir kiradi. Agar razmeri kattaroq bo'lsa, soyasini ham beradi bu polip. Xo'p, qachon bezovta qiladi, qanaqa bezovta qiladi? Homilaga to'sqinlik qilishi mumkin hozir. Keyinchalik menopauza paytida bu uyg'onadi. Agar olinmasa, keyinchalik endometriyni onkologiyasiga olib kelishi mumkin. Nima uchun xo'p qolib ketdi shu narsa? 12 haftalik homiladorlikda o'zi umuman tug'ruq boshlanadi. 38-39 haftada bosh miyamizdan gormon ajraladi, matka qisqaradi. U periodda platsenta yo'ldosh уже yetilgan, pishgan, tayyor homila chiqib ketadi, orqasidan o'zi ko'chib u ham chiqib ketadi butun bo'lib. 12 haftada bu уже abort hisobiga zo'raki bo'ladi. Qanaqa zo'raki? Hech qanaqa gormon chiqmaydi, demak, искусственный rod qilib tug'dirib olishdi. U yo'ldosh majburiy ko'chdi. Shundan keyin qon ketgan bo'lishi mumkin. Ichini bir sidra tozalab olgan bo'lsa, kichkina miqdori qolib ketdi. O'sha hisobiga kam bo'lgani uchun, miqdori yo'q, immunitet past bo'lgani uchun isitma bermaydi, bezovta qilmaydi. Doppler qilamiz, agar haqiqatda tasdiqlansa, keyin gastroskopiya qilib buni olib tashlash kerak. Gastroskopda kirib, chunki u yuraversa keyinchalik xavfli holatlarga olib kelib